15-fasl. Nayriz. Shayx Tobarsi istehkomidagi fojiali voqealar paytida Vohid Kurdiston viloyatida ta'limotni targ'ib qilib yurar edi. U do'stlarining qamalda qolganlarini eshitib, ularga yordam berishga oshiqadi. Ammo u hali biron tadbir qo'llashga ulgurmagan ham edi. Hazrati Bahoullohdan maktub oladi va bu maktubda Vohidning o'z birodarlar safiga qo'shilishiga hojat yo'qligi aytilgan edi. Bu xabar Vohidni chuqur qayg'uga soladi. Unga birdan bir tasalli Hazrati Bahoulloh bilan bo'lgan uchrashuv bo'ladi va ul zotning nasihat va maslahatlari Vohidga yordam beradi. Shundan keyin u Isfahonga yo'l olib, yo'lida uchragan barcha shaharlarda Hazrati Bobning vazifalari haqida xabar berib boradi. U na dam olishni, na ovqatlanishni o'ylamay, biror shahar yoki qishloqqa yetib kelishi bilan masjidga borib, odamlarni so'zlariga quloq tutishga da'vat etib, minbardan turib yangi davr ta'limotini e'lon qilardi. Vohid Isfahondan Yazdga borib, xotini va 4 o'g'li bilan u yerdagi o'zi qurgan uyga joylashadi. Shuningdek, Vohidning Dorabda bir uyi, Nayrizda esa ajoyib jihozlangan hashamatli qo'rg'oni bor edi. Yazdda Vohidni hurmat yuzasidan shahar zodagonlari va din peshvolari uni ziyorat qilishardi. Navvob ismli bir dushmani bo'lsa, Vohidga hasad qilib, unga yomonlikni ko'zlab yurar edi. Vohidning ma'ruzalarini eshitgan ko'pgina odamlar o'zlarida yengib bo'lmas maylni sezib, yangi dinni qabul qilishardi. Bu hol ba'zi bir kishilarda hasad tuyg'usini uyg'otardi va ular Vohidning ta'sirini susaytirishga urinishardilar. Ularning orzulari Vohidni yo'q qilish edi. Biroq ularning kirdikorlariga qaramasdan, Vohid uning eshigi oldida yangi din haqida xabarlarni bilish istagida doim to'planib yuradigan odamlar bilan suhbatini davom ettirardi. Bu paytlarda Navvob yosh va tajribasiz hokimni o'z tomoniga ag'darishga ulguradi. Hokim Vohidning uyini qurshab olish haqida buyruq berib, u yerga qurollangan askarlarni yuboradi. Bu askarlarga bebosh olomon ham qo'shiladi. Dushmanlarning paydo bo'lganligi Vohidni aslo cho'chitmaydi. U suhbatni buzmagan holda qilichiga ko'rsatib gapini davom ettiradi. Shu yerdagi mana bu qilichni menga Alloh elchisining o'zi bergan. Alloh shohidki, agar ul zot menga bu odamlarga qarshi jihad qilishga ijozat berganda edi, hech kimning yordamisiz bir o'zim ularning ustidan g'alaba qozongan bo'lar edim. Vaholanki, menga bunday ishlardan o'zimni tiyish buyurilgan. Vohid hovlida turgan otini ko'rsatib, bunday deydi: Bu otni menga marhum Muhammadshoh sovg'a qilgan. Men unga minib, o'zimga topshirgan vazifani Said Bob tomonlaridan e'lon qilingan nomani xolisona o'rganish uchun yo'lga chiqishim lozim bo'lgan edi. Men Tehronning zodagon ulamolari orasida shoh ishongan yagona odam bo'lganim uchun, u mendan nimaniki bilib olsam, hammasidan shaxsan shohning o'zini xabardor qilishni buyurgan edi. Men Said Bobning dalillarini rad etib, ul zotni o'z ta'limotlaridan voz kechish va mening haqligimni tan olishga, majbur qilishga komil ishonch bilan bu ishga kirishgan edim. Shoh mening tantanamga guvoh bo'la olishi uchun men ul zotni Tehronga olib kelishim lozim edi. Ammo men ul zotning huzurlarida yuzma-yuz turib, so'zlarini tinglaganimdan so'ng, hamma narsa men tasavvur qilgandan ko'ra boshqacha bo'lib chiqdi. Bizning birinchi uchrashuvimiz paytida men hayratga tushib, mutlaqo dovdirab qoldim. Ikkinchi uchrashuvning oxirida o'zimni yosh boladek ojiz va nodon his etdim. Uchinchi gal esa o'zimni ul zotning oyoqlari ostidagi xokdan ortiq emasligimni tushundim. Ul zot endi menga avval tasavvur qilganimdek arzimas, bir Said bo'lib ko'rinmas edilar. Mening uchun ul zot ilohiy ruhning tirik tajassumi, Allohning elchisi edilar. O'sha kundan boshlab ul zotning yo'llarida hayotimni qurbon qilish mening yagona maqsadimga aylanib qoldi. Bugun men orziqib kutgan kunimning yaqinligidan shodman. Vohid do'stlarning hayajonga tushganlarini ko'rib, ularni xotirjamlikka chaqiradi. Allohning dushmanlarga qaqshatgich zarba berish soati yaqin qolganligiga shubha qilmaslikni va sabr qilishni buyuradi. Vohid bu so'zlarni aytib ulgurmasdan, Yaz shahrida mavjudligi hech kimning xayoliga kelmagan Muhammad Abdulloh ismli kimsa boshchiligida kichikroq guruh paydo bo'ladi. Ular
yo sohib ul zamon degan xitob ila askarlar va olomon ustiga tashlanib, dushman yuragiga shunday dahshat soladilarki, ular qochib shu yaqin oradagi qo'rg'onga kirib, hokim bilan birga yashirinadilar. Shundan keyin Muhammad Abdulloh Vohidni qidirib topib, unga dushmanni tor-mor qilish rejasini ma'lum qiladi. Vohid Muhammad Abdullohning aralashuvi tufayli o'zini va do'stlarining hayotini saqlanib qolganini tan olish bilan birga Muhammadga shahardan chiqib ketishni maslahat beradi. Vohid vaqti soati kelmaguncha dushmanlar ularga shikast yetkaza olmasligini bilar edi. Vohid yonidagi dindorlardan biriga shahar masjidiga borishni buyuradi. U odamlarga minbardan turib, Vohidning ular bilan jihad qilish niyati yo'qligini yetkazishi lozim edi. Mabodo Vohid bilan uning do'stlariga hujum qilishlar to'xtatilmas ekan, ular o'zlarini himoya qilishga majbur bo'lishadi va shunda dushmanlar yakson qilinadi. Vohid Yazd ahlidan uning maslahatiga quloq solib, Navvobning fitna ig'volariga uchmaslikni so'raydi. Odamlar Vohidning bu so'zlariga quloq tutib, uni tinch qo'yadilar. Ammo qo'rg'on yaqinida joylashgan Muhammad Abdullohning askarlariga hujum uyushtiriladi. Xuddi o'sha tundayoq Vohid dindorlarga tarqalib ketishlarini buyuradi. Shuningdek, u xotiniga ham barcha mol-mulkini shu yerda qoldirib, bolalarini otasining uyiga olib ketishni buyuradi. Men bu saroyni bir kun kelib, amir yo'lda buzilishni niyat qilib qurganman. Uyni bezab turgan hashamdor jihozlarni bir kun kelib, men o'z mahbubim uchun bera olaman degan maqsadda sotib olganman. Shunda do'st ham, dushman ham tushunadiki, ushbu uyning sohibi shunday bebaho xazinaga ega bo'libdiki, bu foniy dunyodagi eng hashamatli va ajoyib qasr ham uning nazarida hech narsaga arzimas bo'lib qolibdi. Uning uchun bu faqat shu yerda yashovchi itlarni o'ziga jalb etadigan suyaklar uyumidir. Ey voh, qani endi bu foniy dunyodan bunday yuz o'girish boshqalar uchun o'rnak bo'lib, g'aflatga mubtalo bo'lgan bu odamlarning ko'zlari ochilsa-yu, ularda ushbu zuhur qilganning ortidan ergashish orzusi uyg'onsa. Vohid tun qorong'usida o'zidagi barcha Hazrati Bobning asarlarini yig'ib, xizmatkoriga beradi va shahardan tayinlangan darvoza orqali chiqib, shu darvoza oldida o'zini kutib turishni buyuradi. Ammo baxtga qarshi xizmatkor topshiriqni aniq bajarmaydi va hukumat odamlari tomonidan hibsga olinadi. Keyinchalik uni zambarakka qo'yib, otib tashlaydilar. Shahar ahli Vohidning ketganini bilib, uning uyini talon-taroj qilib, keyin uni butunlay vayron qilishadi. Vohid Nayrizga piyoda yo'lga chiqib, to'xtab o'tgan har bir shahrida Hazrati Bobning zuhurlari haqida ma'ruzalar qilib boradi. U Nayrizga yetib kelganda, uning kelganidan xabar topgan aholi Vohidni kutib olish uchun o'z ishlarini tashlab ko'chaga chiqadilar. Ularning orasida talabalar va ularning domlalari, savdogarlar va zodagonlar bor edi. Shaharliklarning Vohidni kutib olishga taraddud ko'rayotganini eshitgan hokim shu zahoti chopar yuborib, agar ular orqaga qaytmasalar, ikkilanib o'tirmay ularni qatl qilish, xotinlarni qamoqqa tashlash va mol-mulklarni musodara qilish haqida buyruq berishni e'lon qiladi. Odamlar hokimning do'q-po'pisalariga qaramay, yo'llarini davom ettiraveradilar. Hokim ular tomonidan hujum bo'lishidan qo'rqib, Nayrizdan chiqib, yaqin atrofda joylashgan qo'rg'onga yo'l oladi. Chunki u yer istehkomga o'tib olish uchun ancha qulay edi. Vohidning so'zlarini eshitish uchun kelgan odamlar, bundaylar esa ko'pchilik bo'lib, Hazrati Bobning ta'limotlarini qabul qilib, Vohidning ortidan qayerga bo'lsa ham borishga tayyor edilar. Vohid ularga: "Men Nayrizga yagona maqsad bilan Allohning amrini e'lon qilish uchun keldim. Alloh o'z amrini sizlarga yetkazib, yuragingizni uyg'otishga madad bergani uchun men unga hamd va sano va shukronalar aytaman. Mening bu yerda ortiq qolishimga hojat yo'q. Agar qolsam, men tufayli sizlarda ko'ngilsiz voqealar bo'lishi mumkinligidan xatardaman", deydi. Ammo odamlar bunday gaplarni eshitishni xohlamasdilar. Shod-xurramlik og'ushidagi olomon Vohidni uyigacha kuzatib kelishadi. Vohid Nayrizda bir necha kun turishga rozi bo'ladi. U bu vaqtning hammasini yangi dinga da'vat qilib aytilgan ma'ruzalarga sarflaydi. Dindorlar soni kun sayin ko'payib borardi. Hokimning endi bu voqealardan chetda turib,
Hazrati Bob tarafdorlarini qirib tashlashni talab qilayotgan din peshvolarining so'zlariga e'tibor bermaslikning iloji qolmaydi. U Vohidni qo'lga olish maqsadida katta qurolli kuch to'playdi. Vohid hokimning bu niyatidan xabar topib, bir necha tarafdorlari hamrohligida Nayrizdan uncha uzoq bo'lmagan Hoji qo'rg'oniga ko'chib o'tadi. Dindorlar bu yerda istehkom quradilar. Hokim o'z ukasi qo'mondonlik qilayotgan qo'shinga istehkomni qurshab olishni buyuradi. Qo'shin istehkomdagilarni qamal qilib hujumga o'tadi. Vohid dushmanlarning hujumini qaytarish va ularni tor-mor qilish uchun uncha katta bo'lmagan bir guruh yuboradi. Bu odamlarning dinga iymonlari va Vohidga sadoqatlari shu qadar mukammal ediki, ular buyruqni shiddat bilan tezda bajarishga muvaffaq bo'ladilar. Shundan keyin hokimning buyrug'iga binoan yana bir qancha yurishlar uyushtiriladi va har safar Vohid va uning hamrohlari dushman hujumini qaytarishga erishadilar. Hokim qamaldagilarni taslim bo'lishga majbur qila olmasligini va barcha urinishlari behuda ekanligini tushunadi. Hoji istehkomdagi bir siqim dindorlardan ustun baland kelishi uchun hokimiyat ustidagilar xuddi Shayx Tobarsi istehkomi himoyachilariga nisbatan qilingan sotqinlik va munofiqlikdan foydalanishga majbur bo'ladilar. Hokim va uning lashkarboshlari qamaldagilarga Qur'onga yozilgan noma yuboradilar. Nomada istehkom himoyachilari ko'ngilli ravishda taslim bo'lganlardan keyin uy-uylarga tarqalib ketishlari mumkinligi va ularga hech kim hech qanday shikast yetkazmasligini aytilgan edi. Nomada hukumatning yolg'iz istagi Hoji shahrida tinchlik va tartibni barqaror qilish deyilgan edi. Vohid Qur'onni katta ehtirom bilan qo'lga olib, bizlarga belgilangan muddat keldi, deydi. Agar biz ularning taklifini qabul qilsak, bu ularga o'z makrlarining qanchalik tubanligini namoyish etadi. Garchand menga ularning niyatlari ma'lum bo'lsa-da, men ularning takliflarini qabul qilib, sevimli dinimizning haqligini yana bir bor isbotlash uchun bu imkoniyatdan foydalanishni o'z burchim deb bilaman. Vohid jangovar harakatlarini to'xtatish haqida buyruq beradi. Dindorlar Vohid bilan birga istehkomni tark etib, endi uylariga tarqalmoqchi bo'lib turganlarida, hokim qo'shinlari tomonidan qurshovga olinib, ularga qarshi hujum boshlanadi. Bu mard odamlarning ko'pchiligi shahid bo'ladilar. Qolganlari esa asirga olinadi. Vohidning o'zini ham hibsga oladilar. Uni o'ldirmaslik to'g'risidagi o'z va'dalarini buzmagan holda, biror chora o'ylab topmagunlariga qadar zolimlar uni qamoqda saqlaydilar. Nihoyatda shafqatsizligi bilan nom chiqargan Abbos Qulixon boshqalar singari hech qanday va'da bermaganligi va shuning uchun ham nimani xohlasa shuni qilishi mumkinligini aytadi. U ikki yordamchisi bilan Vohidning boshidagi sallani yulib olib, uning bir uchini asirning bo'yniga o'rab tashlab, ikkinchi uchini esa otga bog'laydi. Vohidni vahshiylarcha to o'lgunga qadar shahar ko'chalari bo'ylab sudrab yurishadi. Vohidning jasadi quturgan olomonga taqirlash uchun tashlab qo'yiladi. Jasadni toshbo'ron qiladilar. Oyoqlari bilan toptaydilar. Kaltaklar bilan uradilar. Shunday qilib 1850-yilning 29-iyunida Hazrati Bobning otilishlaridan 10 kun oldin yorqin hayoti turfa voqealarga boy bo'lgan oliy janob va jasur insonning hayot yo'li tugaydi. Vohid o'zining teran ilmi va mardligi bilan odamlar hurmatini qozongan edi. Vohidning o'ldirilishi qanchadan qancha dindorlarning, shuningdek, ularning xotinlari va bolalarining hayotlariga zomin bo'lgan qirg'inning boshlanishidan darak bo'ldi. Ularning mol-mulklari talon-taroj qilinadi, uylari vayron etiladi. Ko'plab bolalar va ayollar mislsiz darajadagi shafqatsizlikning qurboni bo'ladilar. Qiynoqqa solishning barcha usullari qo'llanadi. Asirlarni qizigan temir bilan tamg'alaydilar. Tirnoqlarini sug'urib oladilar, qamchilaydilar. Burunlarini teshib, arqon o'tkazadilar. Barmoqlariga bolg'a bilan uradilar. Va bu qiynoqlardan keyin ko'chama-ko'cha sudrab yuradilar.